E'tiborli markasida Leapmotor B01 modeli. C01 modelini unda ishlab chiqarilyapti dedi. Bilmadim, lekin C01 modeli 2024-yildan boshlab hech qanaqa bir o'zgarishlar yo'q. Xitoy saytlariga kirib qaraydigan bo'lsanglar, bu mashinani videoga olishimdan asosiy maqsad BYD Chin Lga, Gakon S'ga raqobatchi hisoblanadi. Shuni hammasini ko'rib chiqamiz, chunki mashina olayotganingizda buni narxiga shu 3 ta mashina ham bor. Ko'rib chiqib tanlab olish kerak-ku. Buni ham ko'ringlar, qanaqadir variant sifatida, balki kimlargadir yoqar. Shu sababli olishga qaror qildim. Tayyor bo'lsanglar boshladik. Video davomida mashinaning tashqi ko'rinishi, ichki ko'rinishi, minuslari, pluslari va shu bilan birgalikda sotib olishga arziydimi yoki yo'qmi, shularni hammasini ko'rib chiqamiz. Ketdik. Endi birinchi bo'lib mashinaning tashqi ko'rinishidan boshlaymiz. Qarang, mashina Xpengga juda ham o'xshab ketadi. Mana bu begini yopib qo'ysak, Xpeng ham deb o'ylaysizlar. 2025-yildan shunaqa ko'rinishda chiqyapti. Mana kunduzgi yorituvchi chiroqlar tepada, markazda mono qosh, uzoqni yaqinni yorituvchi chiroqlari yonda. Mashinada oldida Paktronik sensorlar bilan jihozlangan. Qaranglar, yon tarafda borligi ham juda ham yaxshi. Gakda, Gakon S'da yo'q bu narsa. Mashina yonini jentraga qirib olganman bir marta, lekin kraskasi juda ham qalinligi sababli shuni namlatib artganimda bilinmagan, lekin jentrani yonini qirilganligini pulini to'lab berganman. Xo'p, yon tarafda nima bor? Xo'p, disklar 18 radiusli g'ildiraklar kutib olyapti. To'xtatish tizimi oldida ham orqada ham diskli hisoblanadi. Va bundan tashqari mashinaning yon tarafida asosiy gapiriladigan narsalardan bittasi bu eshik hisoblanadi. Eshigini ko'ringlar, bunaqa sho'ng'iydigan eshik tutqichlari Tesla'nikiga o'xshaydi. Kimnidir barmog'idan tortayotgandek bo'lasiz. Juda ham noqulay deb o'ylayman o'zim uchun. Lekin ochilib yopilishiga gap so'z bo'lishi mumkin emas, dahshat. Keyin aytib o'tmoqchiman. Bu Leapmotor B01 modelini 4-turi hisoblanadi. 5 xil turi bor. Shu 5-turi lidari bo'ladi. 650 km masofa bosib o'tadi. Bu shundan bitta pasi, ya'ni 550 km masofa bosib o'tadigan versiyasining eng full hisoblanadi. Xo'p, endi qaranglar, yon tarafiga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda quvvatlash porti bor. 800 voltlik bilamiz, zikrlarda 2025-yildan boshlab xuddi shunaqa quvvatlash tizimi bilan jihozlangan, ya'ni o'sha yacheykalarning soni ko'pligi, tok yaxshi aylanganligi uchun tezroq quvvat oladi. Shu quvvatni o'zida yaxshi ushlab turadi, batareyaning umrboqiyligi cho'zilgan. Xo'p, mana sekin quvvatlash porti, tez quvvatlash porti bilan jihozlangan. Xo'p, yana nimani aytib o'tmoqchiman? Yon tarafda klinensi 14 sm, Gakon S'da 12 sm. 3 yil haydaganim mobaynida biron marta muammo bo'lmadi. 2 sm ga balandroq ekan. Lekin Malibuda ham shunaqa 12 bo'ladi, lekin muammo bo'lmagan shu paytgacha. 14 ham hech qanaqa muammo tug'dirmasligi kerak. Xo'p, oldi tutqichi McPherson tipida, orqasi esa ko'p tutqichlik. Yumshoqqina yuribdi, ana to'siqlardan bemalol o'tyapti. Mashina rasmiy dilerda mashinasi hisoblanadi. Batareyasiga 3 yil garantiya bor, uzoq masofani bosib o'tishiga, juda ko'p narsalariga garantiyalari bo'ladi. Orqasiga o'tadigan bo'lsak ham, o'sha C01 dan salgina farq qiladi. Orqada ham xuddi shu takrorlangan ulama qoshli orqa chiroqlari ajoyib turibdi. O'zi Leapmotor O'zbekistonda BYDdan keyin eng ko'p sotiladigan, eng ishonchli mashinalardan biri hisoblanadi. Juda ko'pchilik sotib olib haydagan C11 modeli juda ham ommalashgan, bilasizlar. BYDdan BYD Champion'ga nisbatan salonning ichi ham, yurishlari ham sal boshqacharoq. Shunaqa. Endi bir orqasiga keldik. Bu yerda mana orqa kameralar bor ekan, mana bu joyda qaranglar. Pastda ham bor ekan. Xo'p, qani endi ochib ko'ramiz. Mana bu joyda ochadigan bor. Leapmotor yozuvi B01. Yaqinda Chin Lni anaqasini qilgan edim, avto tahlilini qilgan edim. Bu yerda 4-anaqasida turida orqa yukxonasi qo'lda ochib yopilardi, buni tugmachali ekan. Shunisiga e'tibor beramiz. Bu ham xuddi Chin Lga o'xshab orqa g'ildiraklari harakatga keltiradi. O'zi Leapmotorda deyarli hamma modelda orqa g'ildiraklar harakatga keltiradi. Bu burilib olishga, sal yurganda drive tuyg'usini berishga harakat qiladi. Orqa g'ildiraklarda yursanglar, qanaqadir baribir boshqacha, orqadan kimdir itarayotgan bo'ladi, qo'shimcha kuch, tezroq yurayotganga o'xshaysizlar oldiga nisbatan. Savatchalari bor ekan, subwooferi bor, pastda shuncha yana chuqur joyi ham bor ekan, qaranglar. Tugmacha orqali yopiladi. Ajoyib. Endi mashinani shu tez quvvatlash portiga qo'yadigan bo'lsanglar, 30 dan 80% gacha 20 minutda quvvatlanar ekan. Ajoyib. Mashina o'zi B klassga kiradi. Chin L bilan deyarli bir xil. Shunaqa. Endi ichini ko'ramiz. Endi mashinani
ichki dizaynni gapirib o'tirishdan oldin eshik tizimi qaranglar, rezinkalari qalingina. Hamma oynalar avtomatik tarzda tushadi, chiqadi. Bundan tashqari mashinani ochib yopish tizimi bunaqa noodatiy. Shu yon oynalarni boshqarish ham mana shu yerda qoldirgan yaxshi bo'ladi dedi. Mana ochadigan katta qilib qo'yibdi. Ochish yopish tizimi ham an'anaviy qolgan. Plastmassa qoplash kerak ekan. Eshik to'laqonligicha yopilmaydi. Qishda mana bu joylari yomon bo'lishi mumkin. Xo'p, haydovchi o'rindig'i elektron tarzda boshqariladi. Elektr kuchaytirilgan, yo'lovchiniki ham. Bundan tashqari haydovchi faqatgina isiydi, soviydi. Narigi yonda o'tirgan, orqada o'tirgan odamlar yetim deydi. Ularga hech narsa yo'q. Mashinada ketyapti ham shunisi katta baxt ularga. Xo'p, birinchi bo'lib mana shu tepadan boshlaydigan bo'lsam, oddiygina qilingan. Ani bo'rtib turmaganligi uchun yo'lda boshqarish qulay. Hech narsa xalaqit bermayapti, tekis bo'lib turibdi. Pastroqqa tushadigan bo'lsak, haydovchi ekrani antibligi bor ekan. Qaranglar, quyoshda turgan bo'lsam ham deyarli hamma yozuvlar ko'rinadi aniq-tiniq. Bu multimedia tizimi ham xuddi shunaqa. Mashinani mana bu joydan boshqarsanglar ham bo'ladi. Mana yon oynalarini endi bossam yopilishi, ochilishi va isir ekan. Qaranglar, yomg'ir yoqqan paytda isitsanglar bo'ladi. Avto hold tizimi bor ekan. Bundan tashqari oynalarni tushirib chiqarsam bo'ladi mana. Xo'p, bundan tashqari mana buni ochilmaydigan panoramasi ham bor mana. Rosa ochib olib, yomg'irda tiqir-tiqirini eshitib ketsanglar bo'ladi, oyna. Bo'ldi, yopamiz va issiqda bizga yopilishi kerak. Xo'p, bundan tashqari yukxonani ochsanglar bo'lar ekan orqa. Bitta tugmacha bilan ochildi. Ochildi. Tepaga ko'tarildi. Endi yana shuni bossak, yopiladi. Yopildi. Xo'p, bu mashinani yana bitta aybi, faqatgina xitoycha. Hali beri ruschasi chiqmabdi. Rasmiy dillerdan so'radim, 2 oylar ichida chiqib qolar ekan. Xo'p, bu yerda hamma narsa shu haydovchiga qilingan. O'rindig'i soviydi, undan tashqari isiydi, undan tashqari rul tizimi ham isiydi qishda. Juda ham bizga kerakli bo'lgan funksiyalardan bittasi. Chambarakni boshqarish qulay. Aytayotganimdan tekisroq bo'lganligi uchun bir ajoyibroq ekan, bilmayman, bu avtobus haydayotganga o'xshaysizmi, qanaqadir. Avtobusda ham bunaqa emas, bunaqa sal qiyalangan bunda. Tekis bunda qaralganligi uchun osonroq ekan. Ayol kishi haydasa maza qilsa kerak. Mana element qarang, 3D effekti desam, bu haqiqatan ham ichi chuqurgina joylar teshik ekan. Qo'lingizni tiqib olib tez yuradigan bo'lsangiz, ajoyib. Xo'p, havo oqimini boshqarish shu jismoniy tarzda qoldirilgan, juda ham yaxshi. Biz o'sha yo'llarda o'zimizga qaratib olib, boshqarib ketsak bo'ladi. Xo'p, aytib o'tdim, bu 550 km masofa bosib o'tadigani, simsiz quvvatlash tizimi bilan jihozlangan. Bu yoqda ham, bu yoqda suv qo'yadigan joylari bor. Mana bu yoqda chuqurgina narsa qo'yadigan joyi bor ekan, xolodilnik yo'q. Xo'p, endi Chin El bilan solishtiradigan bo'lsak, Chin El bunga nisbatan narxi deyarli bir xil bo'lsa ham, lekin Chin Elda qo'shimcha qulayliklar ko'p edi. Bundan tashqari multimedia tizimi inglizcha u yoqda va juda ko'p zamonaviy qulayliklar bor. Agar fullini oladigan bo'lsak, u yoqda xolodilnik ham bor, head-up display ham bor. Chin El ancha munchasiga choyni ichiradi baribir. Bu ham lekin o'zgacha mashina, qaranglar, salonda ichi ham bir zamonaviy, bir lip motor, ajoyib mashinalar ishlab chiqaradi, bilamiz. C16si juda ham mashhur, C11i o'zini klientlari bor deydi-yu. Bundan tashqari bu ham o'sha zamonaviy tizimlar bilan jihozlangan. Mana avto hold bor. Bundan tashqari mana shu atrofi mana 5 mm radari bor dedim. Hozir antibligiga qaranglar, mana bu yoqda yopsam ko'rinadi. Ishlamayapti. Mana oldida chiziqlari ushlash tizimi bor. Shu avto hold mana, ya'ni bosib qo'ysanglar, oldidagi mashina bilan oraliq masofani saqlab yuradi bu ham. Mana nima bu? Bu o'sha ma'lum bir tezlikni belgilab qo'ysalar, o'sha tezlik asosida yurar ekan. Xo'p, safety tizimi bor, ya'ni xavfsizlik tizimi bor. Avtomatik to'xtash, oldida bu kim kelib qolsa, mashina chiqib qolsa yoki piyoda chiqib qolsa, chiziqlari ushlash, mana ko'rib turganlaringizdek, mana kimdir chiqib qolsa oldida to'xtaydi, avtomatik to'xtaydi.
Ayniqsa bu kech paytda juda ham kerakli bo'ladi. Qorong'u paytda ko'rmaysiz-ku kim qayerdan kelayotganligini. Avtoparking tizimida ishlaydigan tizimlari bor ekan, qaranglar, mana chiziqlari o'zgartiradi mashina yo'q bo'lsa. Bu ham o'sha zamonaviy tizimlar bilan jihozlangan, lekin Chin El bilan solishtirganda barcha Chin Elda osonroq, tushunarliroq, juda ham bir bosh ustunroq bo'libdi nisbatan. Lekin bu mashina ham bir o'zgacha ajoyib mashina. Ha? Endi bir orqasini ko'raylik-chi, nima gap, nima so'z. Uzun so'rash tugmasi mana bu joyda ekan, qaranglar. Yana nimasi yoqdi? Masalan, chap tomondan tushsanglar, chap tarafda burilish chiroqlari yonib ogohlantirib turar ekan, orqadagilar mashina kelayotgan bo'lsa. O'ng tarafdan tushsanglar ham shunaqa. Bu haydovchi tushadimi, yo'lovchi tushadimi farqi yo'q. Mana hozir chap tarafdan tushaman, qaranglar mana. Tushyapti, kimdir tushyapti deyapti-da. Mashinaning ichi lekin juda ham sovuq bo'lib qoldi. Hozir zo'r sovuq ekan. Xo'p, orqada nima bor sizlarga aytib o'tadigan? Shu oddiy mana aytlar eko-charm bilan jihozlangan. Eko-charm ham qanaqadir bu plastik, yumshoq plastik ekan, bor. O'rindiqlarning sifati ham eko-charm, yumshoqqina o'tirganinglarda, turganinglarda. Bitta narsani sezdim, Chin Elga nisbatan orqada o'tirish sal qulayroq ekan, bor. Chin Elda sal joy torroq, oyog'im ichiga kirib qolgan mana bu joyda. Bunda sal kengroq ekan, bemalolroq o'tiraman orqada. Cho'ntakchasi bor, bu yoqda iladigan narsa bor, kurtka, airbaglari bor ekan, bunda ham 8 ta. Orqada nima bor? USB Type C, Type A razumlari, tez quvvatlash porti bilan havo oqimini boshqarsanglar bo'ladi, maytga nimadir qo'ysanglar bo'ladi. Va bundan tashqari tirsak qo'yish uchun joylari ham bor ekan. Suv qo'yib qo'yasizlar. Bemalol ketsanglar bo'ladi. Xo'p, qarang, orqada. Bu yoq Chin Elga nisbatan orqada sal joy ko'proq va qulayroq o'tirma. Ajoyib. Bosh qo'yib olib. Endi buni ham o'ziga yarasha plyus minusi bor. Endi mashinani rasmiy dilerdan olsanglar sal qimmatroq bo'ladi. Menimcha Xitoydagi tan narxi buni Chin Eldagidan arzonroq, chunki sifati ham sal, ishlatilgan texnologiyalari ham sal emas, bir bosh pastroq bo'lib turibdi, lekin hozirda bu yoqqa O'zbekistonga kelib narx tafovuti bir xil bo'lib qolgan. Endi bu o'sha yana nima gap, o'sha rasmiy diler ko'p narsasiga garantiyalar bergan, shu sababli ham qimmatroq bu mashina. Lekin ana masalan Cobalt, Gentra shunga o'xshagan mashinalardan keyin bu mashinaga o'tiradigan bo'lsangiz, premiumda hissini sezib turasizlar baribir. Shu bitta multimedia tizimi xitoycha bo'lib turibdi, sal tushunarsizroq, sal qo'rqishinglar ham mumkin, lekin bir 1-2 oyda sekin-astalik bilan rasmiy dilerdagilar bilan gaplashsam, rus tiliga o'giryapmiz dedi. Bu ham ruschaga o'tadi dedi. Ruscha qolsanglar, yana ham bir osonroq, haydashga qulayroq bo'ladi. Endi mashinani yo'llarda haydab ko'rib, test drive qilib ko'rsataman. Qanchalik mashina qulayli. Kuyovonlarga o'xshab turibdi, lekin bor. Qora rang bab chiroyli-da. Qaranglar. Mashinadan qarasangiz Xpengga o'xshaydi. Lekin lip motor. Bundan tashqari mashinada zavod tomonidan qo'yilgan kameralar bor. Flashga qo'yib qo'ysanglar, yo'ldagi jamiki narsalarni videoga olib ketadi. NFC kaliti bilan ochilib yopiladi. Kartochka olib yurasizlar. Qulayliklar bor. Endi bitta haydab ko'ramiz endi mashina qanaqa ekan. Yo, bismillah. Mana shu haydovchi ekrani aktivligi borligi juda ham zo'r ekan lekin. Buni tog'lardan tush anaqa funksiyasi ham bor. Simsiz quvvatlash tizimi bor dedim. Tog'lardan tushish funksiyasi juda zo'r. Siz viloyatlardan qatnayotgan bo'lsanglar, maza qilib ketasizlar deydi. Ketdik. Mana uzatmalar qutisi yon tarafda, mana radari ishladi, oldinda mashinalar turibdi. Mana ko'rsatyapti, 5 mm radari bor. Hop, kamerasi ham yonmas. Yaxshi, ketdik. Sovutishiga gap yo'q lekin. Yana bitta narsani sezdim. Mana g'ildirak bor, burilish radiusi nisbatan ancha yaxshi ekan, qaranglar. Xuddi orqa g'ildiraklari ham bir 30 gradusga burilayotganda joyidan qayrilyapti. Birinchidan orqa g'ildiraklari tortganligi uchun yaxshi burilib olyapti. Ikkinchidan
sal kengroq ekan shunaqa burilish radiusi, kichkinaroq. Bu shu yo'llarda yurgan voy mana radarlar yaxshi. Mana oldida ham. Oh. Lekin sovutish tizimiga gap yo'q. Issiqlik nasoslari bo'ladi-yu. Qani? Voy, to'xtab turlar. Mana bu DJI Pocket 3 ni olib qo'yadi. Uni yoqib qo'yaylik, qani? Qani, jonivor. Of. Yaxshi. Hop, yo'q, yurishlarimiz. Qaranglar, yosh bola o'tib qoldi. Ehtiyot bo'lish kerak edi, baribir. Shu o'rindig'imni sovutishga qo'yib qo'ydim, juda yaxshi bo'lyapti-da, bori. Hozir tashqarida 38 gradus. Ko'cha sovib tursa zo'r ekan lekin, bori. Maza qilib ketyapman. Muzdagina bo'lib. Xuddi belingizdan pastini soq suvga tiqib olgandek bo'lar ekansiz. Ajoyib. Qani men sun'iy bo'rttirishlardan o'tib ko'raylik endi. Yaxshi. Tishga bel yurish yo'q. Ana orqa g'ildiraklari harakatga keltirilganligi sababli ham yurishlari boshqacha. Yurishlaringiz boshqacha bugun deydi. Chuqurlardan o'tish ham yaxshi. Qaranglar, mashinaning orqa g'ildiraklari harakatga keltirilganligi baribir oldi harakat keltirishdan farq sezilib turadi, bor. Nisbatan mana joylashuvingiz qulayroq mashinada va mashinaning harakatlanishi ham sal boshqacharoq ekan. Qaranglar, orqa g'ildiraklari harakatga keltirsa mashinani baribir drive boshqacharoq bo'ladi, sezilib turadi baribir. Qaranglar. Oldiga nisbatan. Endi qani mana shu yerdan burilib olamiz. Yon tarafga yoqqanimda kameralar ishlayapti, qaranglar. Ben bitta qo'shimcha qulaylikda endi. Mashinani orqa g'ildiraklari harakatga keltirsa baribir mashinani his qilishingiz boshqacharoqda, oldi g'ildiraklari harakatga keltirganga nisbatan. Oldida shu orqaga ko'proq itarsa, bu orqada o'tirsangiz oldiga ko'proq itarar ekanda sizni. Shuning uchun mashina tezroq yurayotganga o'xshaydi. Qo'shimchasiga 160 kilovatli elektromotor turibdi-yu. Nisbatan qo'zg'alib olishi, yurishlari tez mashinani. Chinelga solishtirganimizda u yoqda ham orqa g'ildiraklar harakat keltirardi. Ular ham bilib oldi, bu vodiychilar ham. Orqa bo'ldi bo'lsa, drive ko'proq odamlarga ko'proq yoqadi deb o'zgartiryapti. Mana baribir boshqacha qarayman. Mana jin ko'chalarga kirib ko'ramiz endi. Juda ham yaxshi bor. Burilib olishi. Keyin buncha burilish gradusi kichkinaroq ekan. Bemalol burilar ekansizlar. Tor ko'chalarga kirib qolganlarda ham yaxshi qayrilib olar ekan, bor. Yushlari ham yaxshi. O'zini tutishlari o'tkirroq ekan Chinelga nisbatan. Keyin mana bu joy tekizligi oldidagi harakatlari bemalol ko'rishingizga ham yordam beradi, qarang. Ana Damas'da o'tirganlar biladi. Damas'da o'tirsangiz haydash osonroq, Damas'da. Hamma narsani ko'rib turasiz. Xuddi shunaqa bundan. Bu sedanda o'tirgan bo'lsanglar ham. Kapot ko'rinmayapti, nisbatan qulayroq, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ko'proq. Yoniklari ham kattagina. O'sha narsasi yo'qdi, bor. Qiynalmaydi. Mana ayol kishi haydasa ham qiynalmaydi mashinani. Mana hech narsa ko'rinmayapti oldimda. Bemalol haydab yuraman. Sezilmayapti. Tortishlari ham boshqacha, bor. Endi buni 5-turi shu liderlari bor, u tez sotilib ketgan. Bilamiz, O'zbekistonda o'zi eng full mashinani versiyalari tez sotiladi-yu. Shunaqa bir. Bu ham mana shunaqa. Bundan bitta pastroq, bu ham bir ajoyib mashina. Ko'pchilik biladi.
Bunga ishonchim yaxshi, chunki batareyasi 56.2 kWtli litiy temir fosfat. Ana oldidan mashina kelyapti dedi, ting qilib. Xavfsizlik tomonlari ham yomon emas mashinaning, anchagina yaxshi. Ajoyib, bu g'aroyib dedi. Endi xulosa qilib shuni ayta olamanki, mashina o'zi narxiga juda ham arziydi. Narxlarini izohda yozib qoldiraman. Rasmiy dilerda mashinasi bo'lganligi uchun ana narxini bila olmadim. So'rab yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib haydab ko'rsanglar bo'ladi. Lekin mashina lip motor baribir boshqacha. Bir qulay, minimalistik tarzda qilingan ajoyib mashina. Shuning uchun ham shu BYDdan keyingi o'rinda turadi. Mana qarasanglar, mana lip motorli mashinalar tiqilib yotibdi. Ko'ryapsizlarmi? Ana nariga bitta bor. Borda baribir biladi odamlar, haydab ko'rganlar. So'ngga o'tirib buni C11 haydaganlar, buni sedanga o'tirib haydab ko'rganlar, baribir sezadi mashina qanchalik yaxshiligini biladi. Shunaqa. Buni ham o'zini fanatlari bor.